Ko'pchilik kuzatuvchilarim iltimos qiladi, oson tez tayyor bo'ladigan, eng muhimi uyda bor narsadan tayyorlasa bo'ladigan yeguliklar qilishni o'rgating deyishgani uchun shu retsept sizlar uchun oldim. Judayam oson, tez hamda uyda topiladigan masalalardan tayyorlanadigan judayam mazali yegulik. Bismillahir-rahmanir-rahim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 300 ml iliq suv, bitta choy qoshiqda tuz, 2 osh qoshiqda o'simlik yog'i solib, bitta lopata bilan aralashtiramiz. Keyin bu suvli massamizga 500 gram atrofida un ishlatamiz. Unni hammasini birdaniga solganim yo'q, kamroq solib turib, shunaqa quyuqroq holatga keltirib, keyin qolganini ham solib, qo'limizda yaxshilab mushlab, o'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab olishimiz kerak. Mana xamirimizni ko'rib turibsizlar, tayyor bo'ldi. Qo'lga yopishmaydigan o'rtacha yumshoqlikda bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirni ustiga selofan paket yopib, 3-4 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada ichiga solish uchun bitta dona kattaroq piyozimizni to'g'rab, ozgina rangga kirgizib qo'rib olamiz. Mana shunaqa tilla rangga kirgizib qo'rib olinglar. Endi bu piyozimizga 3 ta dona yoki 2 ta dona kartoshkamizni dumaloq shaklda to'g'rab qo'shamiz. Tabiga ko'ra ozgina tuz, qora murch ham solib turib, bitta yaxshilab aralashtirib, yarim stakan suv solib, qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Kartoshkani shu usulda pishirsanglar, shunaqa mazasi shirali bo'lib chiqadi. Albatta shu usulda qiymasini tayyorlab ko'ringlar, mazasi sizlarga ham manzur bo'ladi degan umiddaman. Bu orada xamirimizni judayam yaxshi tinib oldi. Yaxshi tingan xamirimizni bo'laklarga bo'lamiz. 8 ta bir xil bo'lakga bo'lib, shunaqa zuvala holatiga keltiringlar. Mana zuvalachalarimizni hammasini tayyorlab oldik. Tayyor bo'lgan zuvalalarimizni ustiga selofan paket yopib, 2-3 minut yana dam oldiramiz. Endi bizga 100 gram eritilgan margarin, 100 gram o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Margarin bilan o'simlik yog'ini bitta kattaroq laganga yoki idishga solib tayyorlaymiz. Bu orada yaxshi tingan xamirlarimizga ozgina un sepib turib, chiva yordamida ozginagina kattaroq qilib ochib olamiz, ishlashimizga udobniy bo'lishi uchun. Videoda ko'rsatilgan razmerda katta qilib tayyorlab ochib olinglar. Hamma xamirlarni shu tariqa ochib tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni endi tayyorlab qo'ygan yog'imizga oldi orqasini yaxshilab botirib, tekkizib olib, yog'larni hamma yog'iga solamiz. Mana hammasini solib tayyorlab oldim. Xamirlarni yon ichiga solib qo'yib, kamida 5 minutga, ko'pi bilan 6-7 minutga tindiramiz. Bu orada mana qiymamiz ham pishib oldi. Tayyor bo'lgan kartoshkali qiymamizni kattaroq boshqa idishimizga solib turib, pyureza deganda yaxshilab ezib olamiz. Etib o'tganimdek mazasi rosa shirali bo'ladi. Mana kartoshkani tayyorlab qo'ydik. Bu orada xamirlarimiz ham yaxshi tinib oldi. Endi birin-ketin olib stolga tushirib, ozgina yog'idan solib, qo'limiz yordamida kattaroq qilib ochamiz. Qo'l bilan tortib yupqa qilib ochinglar. Qancha yupqa qilsanglar, shunchalik yaxshi chiqadi. O'z qo'linglar bilan tortsanglar, tez ochiladi. Mana ko'ryapsizlar yuqaligini. Stolni tegidek rangi ham ko'rinyapti yuqaligidan. Shunaqa yuqa qilib ochib, ikkita tarafini buklab, konvert shaklida tayyorlaymiz mana. To'rtburchak qilib yopib oldik. Xuddi konvert o'ragandek xamirlarni o'rab chiqamiz. Qolgan xamirlarni ham shu ketma-ketlikda yuqa qilib ochib, konvert qilib o'rab olinglar. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Mana xamirlarimizni konvert qilib o'rab tayyorlab oldik. Endi xohishga ko'ra bizga 200 gram sir ham kerak bo'ladi. Sir solsanglar mazasini yana ham shirali qiladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib sirlar bilan kartoshkalarimizni joylashtirib, xuddi shunaqa to'rtburchak shaklda buklab tayyorlab olamiz. Agar uyingizda sir bo'lmasa, o'rniga qo'rilgan piyozlardan yoki qiymalardan foydalansanglar ham bo'ladi. Mana bitta tomoniga
Sirimizni bitta tomonga kartoshkali pyuremizni tayyorlab olamiz. Ko'rib turganinglardek videoda ko'rsatilgandek qilib, bularni ham ustma-ust buklab, shu ko'rinishda to'rtburchak qilib tugib tayyorlab olishimiz kerak. Yeguligimizni duxovka listiga joylashtirib turib, ustiga qolgan yog'imizdan surib olamiz. Xohlasanglar o'rniga tuxum sarig'idan foydalansanglar ham bo'ladi. 200 gradusda 35 minut atrofida pishiramiz. Mana ko'rinishini ko'rib turibsizlar, juda ham mazali, yeyishli ajoyib yegulik bo'ladi. Qatlamalar desanglar ham bo'ladi, somsalar desanglar ham bo'ladi. Bu o'zinglarning xohishinglarga bog'liq. Men sizlarga ichlarini ham kesib ko'rsataman. Qo'linglar bilan teshinglarni o'zida burdalanib ketadi. Unaqa yog'li bo'lib ketmagan, telarini ko'rib yog'li bo'lib ketgan deb o'ylamanglar. Unaqa yog'li bo'lmagan, juda ham yeyishli, sirlari, kartoshkalari bilan rosa mazali bo'lib chiqqan. Mana ichini ko'rsanglar bo'ladi. Qavat-qavat, rosa mazali, yumshoqqina ajoyib noodatiy yegulik bo'ladi. Qilib ko'rishinglarga aytib o'tganimdek arziydi. Mana qo'limda ham bo'laman, juda ham kumor va mazali ajoyib yegulik bo'lgan ko'rinib turibdi. Sizlarga ham manzur bo'ladi albatta. Qilib ko'ringlar, yosh kattalardan ayniqsa duogilar kelsa, qilishinglarni maslahat berardim. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar, yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.